Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Gujet.com mevalari haqida yana video qilib boshladik. Bu Gujet.com'da asli buni nomi juda ko'p. Yagida goji, goji beri, krasniy almaz, kitayskiy ninja. Shunday qilib bir nechta nomlari bor. Hozirda biz O'zbekistonda yagida goji sotishga taqiq qo'yilgani uchun buni nomini o'zgartirdik. Gujet.com deb nom berdik. Gujet.com. Xalqimiz ancha o'rganishib ham qolishdi Gujet.com'ga ham. Hozir ko'pchiliklar o'sha Gujet.com deb zakaz berishyapti, Gujet.com deb qo'ng'iroq qilishyapti. Bu Gujet.com mevalarimiz juda bir shifobaxsh, oliy darajada shifobaxshligi. Faqat buni doimiy iste'mol qilib yurish kerak. Doimiy iste'mol qilish uchun buni sotib olishga picha qimmatli qiladi. Mana kimdir sharoiti bor, hovlida yashaydi, ili og'iroti bor. O'shanaqa kishilar bir 2 donagina ko'chatdan ekib olsa, bir 2 yilgacha qo'ng'irlashib turadi. Mana shu holat, shu sizdan olib ekuvdim, mana holatga keldi, bu qanday iste'mol qilinadi, qanday bu daraxt rivojlantiriladi degan maqsadda bir 2 yilda o'zi bir yaxshi mutaxassis bo'ladi. Bu Gujet.com kelib chiqishiga oladigan bo'lsak, bu Xitoyda Tibet o'lkasida rivojlantirilgan. Bundan bir 600 yil oldin bir monах tomonidan yaratilgan. Bu o'sha paytlarda oddiy xalqdan juda bir sir tutilgan. Chunki mana Xitoyda imperatorlar o'zini отдельно anosi bo'lgan saroylari, o'sha saroylarda ularda havzalari bo'lgan, suv ichadigan joylar. O'shalarni atrofiga ekkandan keyin o'sha suvga tushgan Gujet.com mevalardan ular suvni iste'mol qilib yurishgan. Bu odamni ozdiruvchi, yoshartiruvchi, umrni uzaytiruvchi xususiyatlarga ega-da, doimiy iste'mol qilib yurgan kishida. Keyin hozirda bu Xitoyda juda ham bir yaxshi rivojlantirilgan. Bu Xitoy dunyoni egallab olgan ekspert bo'yicha. Lekin zakaz qilsangiz vaqtiga yetkazib bera olmaydi. Chunki imkonsiz narsa. 1,5-2 oyda yetkazib berib biladi. Bu zakaz ham qilib ko'raylikda Xitoyga. Hozirda mana O'zbekistonda 2018-yildan beri men ekib rivojlantirib kelyapman. 4 yildan beri savdo qilib kelyapman. Chunki o'zim jigar serozga chalingandim. Izlanib o'sha mahsulotni Gujet.com'da izlab topdim. Xitoydan olib keldirdim 4 dona. O'shandan rivojlantirib, hozirgi kunda yaxshi foydalanib turibmiz. Mendan bir qancha insonlar olib foydalanyapti. Deyarli mana sahr kasalida iste'mol qilishyapti. Davlinada, suyak yemirilishida, bo'g'in tortishlarda, mana jigar seryoz, deyarli hamma kasalga to'g'ri keladi-da, faqat doimiy iste'mol qilib yurish kerak. Keyin buni mumkin emas degan joylari ham bor. Mumkin emas kimlarga mumkin emas? Mana 3 yoshdan pastki bolalarga, emizikli ayolga mumkin emas. Homilador ayolga ham mumkin emas deyilgan. Lekin homilador ayolga mumkin degan joyi vrach bilan maslahatli deyilgan. Bu Gujet.com'ga tushunadigan vrachni o'zi yo'q hozirda. Shu uchun hech foydalanmaganim ma'qul. Keyin mana qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga mumkin emas. Keyin mana oshqozonda yarasi yo gemoroyda yarasi bor, qon kelib turibdi. O'sha payti mumkin emas. Keyin mana temperatura qilgan payti mumkin emas. Keyin mana qonni suyultiruvchi dorilarga qo'shib iste'mol qilib yurish mumkin emas. Chunki o'zi qonni yaxshi suyultiradi. Qolgan deyarli hamma kasalga to'g'ri kelaveradi. Mana yoshi ulug' insonlar uchun juda ham bir foydali. Odam iste'mol qilib yursa charchoqni ko'p sezmaydi-da. Mana yoshi ulug' insonlar o'zlari yaxshi bilishadi, salga charchaydi, salga toliqadi. O'shalar uchun juda bir yaxshi, odamni bir tetik ushlaydi-da. O'sha uchun ham kunduzgi 2 mal iste'mol qilish kerak degan. 15 gram ertalab, 15 gram obedga. Kechga iste'mol qilmaslik kerak, chunki odamni sal tetiklashtirgandan keyin uyquni qochiradi. Kunduzi 2 marta iste'mol qilingan kechga uyquni yaxshilaydi.
O'sha uchun e'tiborli bo'lish kerak shu tomoniga. Lekin uyquni yaxshi bo'lgani odam sog'ligi uchun juda bir kerakli narsa. Yaxshi uyqu. Odam tana dam oladi-da. Tarkibida 21 ta mikroelementi bor. Kaliy, kalsiy, magniy, sink, selent yo'q, mikroelementi o'zi yo'q. Shundan tarkibida germaniy degani bor. Germaniy har bir insonda bo'ladigan onkologik hujayralarni bloklab turar ekan, rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. 18 ta aminokislota bor degan. 18 ta aminokislota limondan 15 barobar kuchli deyilgan. Asalari sutidan ham kuchli deyilgan aminokislotalar. 8 ta polisaxarid, 8 ta monosaxarid, 8 ta bikarotin degan anavlari bor. Aminokislotalari. Keyin omega 3, omega 6, keyin vitaminlarga keladigan bo'lsak, vitaminlardan C vitamini, A vitamini, E vitamini, keyin B vitamini, B1, B2, B3, B6, B9, B12 vitaminlar ham tarkibida mavjud. Chunki vitaminlarda inson tanasi o'zi ishlab chiqara olmaydi-da. Faqat mana yeydigan oziq-ovqatdan oladi, meva-chevadan. O'sha uchun bunda deyarli hamma element bor. Inson sog'lom yashash uchun kerakli bo'lgan barcha elementlar bor. Bu go'jettoka mevalarimiz o'zini yesa ham bo'laveradi. Faqat me'yordan oshib ketmagan holatda deyilgan. Mana daraxtdan uzib yesa ham bo'ladi. Bizlarnikilar gibridlashtirilgan. Lekin hamma go'jettokamlarni ham yeb bo'lmaydi. Chunki tarkibidagi suv zaharli deyilgan. Nojo'ya ta'sir berishi mumkin. Bizlardagi gibridlashtirilgan Xitoy tibidulkasidan olingan. Endi qanday ertalabdan obedgacha bo'lgan vaqtga daraxtdan 10 dona uzib yesa bo'ladi. Obeddan keyin kechgacha bo'lgan vaqtga yana 10 dona yesa bo'ladi. O'shandan iloji boricha oshirmaslik kerak. Men bir oshirib ham ko'rdim, mazzam qochirib, ko'ngillarim aynib, qaytqig'ilam kelib qoldi. Bezovta bo'lib. Keyin mana quritilganidan 15 gram ertalab, 15 gram obedga. Buni o'zini yesa ham bo'laveradi. Yoki o'zini yeb orqasidan suv ichib yuborish kerak, iliqroq suv. Yoki qaynagan suvga dimlab bir 10-15 minutdan keyin suvini ham issiq ichib, mevasini yeb yuborish kerak. Keyin bir 5-10 minutdan keyin ovqatlanib ketaversa ham bo'laveradi. Mana qaynagan suvga dimlab ichilgan effekti yaxshi deyilganda. Hozirda ko'chatlarimiz tugadi. Ko'chatlarimiz bor, tuvakchada ekilganlari bor, uzoq joylarga dastlabki qilish qiyin oson. Havo isib ketdi, tuvakchada ham o'sha mazasi qochib qolyapti. Mana yaqin oradagilar kelib olib ketishyapti ko'chatlarimizdan. Uni hozir ham eksa bo'ladi. Atak noyabr oyiga bo'ladi. Bizlar noyabr oyi sotishni boshlagandik, 25-martlarda tugadi-da. O'sha uchun noyabr oylariga qiziqingizlar, zakaz qilsangizlar, dastlabkilarimiz bor, BTS pochtasi orqali dastlabki qilib beramiz ko'chatlarimizni ham. Keyin mevalarimizni 100 grammi 70 ming, 1 kilosining narxi 550 ming sotilyapti. Qiziqingizlar, juda ham bir foydali narsa. Buni har bir kasallikka ichadigan bo'lsangiz, buni sizga foydali tomoni nima? Mana paspinni aptekan dorilardan hammasidan chiqasizlar. Buni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, aptekan dorisi bilan davlina, saqir, deyarli hamma kasalliklar uchun shart emas aptekadan dori olib ichib. Buni ichib, effektini bilib boshlaganingizdan keyin doimiy iste'mol qilib yuraverasiz. Faqat me'yordan oshib ketmaslik kerak. Mana aytilgan 15 gramdan. Hozirda ko'plar 15 gramga ham yetkazmayapti, lekin qo'ng'iroq qilishadi, effekt yaxshi deb. Yaxshi, agar effekt beradigan bo'lsa, yaxshi men uchun ham. O'sha uchun qiziqingizlar, qo'ng'iroqlashingizlar, maslahatli qilib iste'mol qilib ketaveringizlar. Doimiy iste'mol qilib yurgan odamda bir mo'jizaviy ta'siri bor-da buni. Deyarli sizda hech bir kasallik bo'lmaydi. Immunitet ko'taryapti, qonni suyultiryapti, qonni tozalayapti, qon aylanishini yaxshilayapti, modda almashishini yaxshilayapti, ichaklarni tozalayapti, qabziyatni oldinlayapti, hazmni yaxshilayapti, o't qobida dimlanishlar olyapti, jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalab beryapti. Mana shu ichaklarni tozalagani, immunitet ko'targani, modda almashuvini yaxshilagani ko'p kasalliklarni hal qilib beradi. Hozirda mana tanadagi og'doqlarni ham o'sha bilan davolayapmiz. Yaxshi effekt berib boshladi. Lekin uzoq vaqt davolanish kerak. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar.